Assalomu alaykum. Manaka bugun 23-may 2026-yil sanasida turibmiz. Xudo xolasa bu yilgi ekkan lavlagilarimiz mana shu holatgacha agrotexnik ishlari bilan shu holatga olib keldik. Bu yerda asosan qilgan ishlarimiz 2 marta kultivatsiyasi bo'ldi. Yagana qilindi. Suv qo'yilmagan holatda, sug'orilmagan holatda turibdi hozir. Mana shu holatda. Shu holatga keldi mana bu ko'chatlarimiz. Nasib bo'lsa endi buni ob-havo yaxshi bo'lib tursa bir chopamiz. Keyin yana agrotexnik ishlarini qilib, xudo xolasa yana efirlarga chiqazib turamiz. 2 marta dori sepiladi bunga xudo xolasa yana. Bu shu holatda xudo xolasa birinchi o'tlash ishlarini qilgansizlar. Birinchi o'tlash ishlari qilingan. Gektariga 350 kilodan o'g'itlangan hozirgi karbamid bunaqasi berilgan, o'g'iti berilgan. Hozir bu naviylar qanaqa? Qaysi nav ekilgan bu? Bu bo'tga mana shu yerda bir ozgina qismiga 150 sotixcha joyiga Centaur poli ekilgan. Uni rangi oq. Mana bu holatda mana. Bundan ham ekdik. Qolgan qismi hammasi rekord poli. Rekord poli. Qizil bo'ladi, badani qizil. Choq xuddi shunaqa holatdagi. Faqat uni qizil o'sti bo'ladi, musoq bo'ladi. Nasib bo'lsa, ikkalovi ham hosillarimiz yaxshi. Bu yilgi Allohim mehri bilan mana shu holatga keltirdik. Balandligi, bariklari. Urug'imiz 2 xil sortda. Rekord poli mana qizil, har doimgidek. Oq Centaur poli ekkanmiz. Bundan 150 sotixchasini ekdik. Bizga asosan urug'larni har yilgi dehqonchiligimizda doimo biz bilan hamkorlikda ishlayotgan Zamin Eko Agro firmasidan olamiz, kompaniyasidan. Urug'lar sifatli, saralangan, yaxshi. Urug'larni chiqish darajasi ham, yerga ekilgandan keyin chiqish darajasi ham, hosildorligi ham yaxshi. Shuning uchun biz doimo shunday ekamiz. Endi bu yilda masalan Centaur polidan o'zgina namunaga ekdi 150 sotiqqa. Asosan qizil rekord poli ekardik. Bu ham hozir xudo xolasa mana o'ylaganimizdek yaxshi, mana ikkalovi ham chiroyli holatda. Shu holatga keldi mana bugungi kunda. Bularga hali biz asosan suv yoki bir anaqa berilmagan, faqat agrotexnik ishlar qilingan. Bir marta o'g'itlangan, mineral o'g'itlar bilan o'g'itlangan holatda turibdi hozirgi kunda.